Assalomu alaykum. Bizni kanalimizni kuzatib kelayotgan yurtdoshlar, mana xudo xolasa bo'yi 60li fanerali apalovkamiz tayyor bo'ldi. Bitta akamiz zakaz qiluvdi. Profillarni burchakli qilib kesganmiz. Ichiga suv, tosh kirib profilni chiritmaslik uchun. Kameralarni bunaqa zaklopkada qatirib chiqqanmiz. Profillarni razmeri 4x2,5, stenkasi 1.7, sergili zotik. Mola 2.2. Xohlasanglar akalar, bunaqa tayyorotga ishlatasizlar. Xohlasanglar bunaqa protli shpilga ishlasanglar ham bo'laveradi. Bu yaykasini oradan o'tib ketmaslik uchun bunaqa shayba qo'yganmiz. Shaybasini rovna xudo xolasa zo'r turadi. Shaybasining qalinligi 2,5 mm. Ko'pchilik tushunmaydi, mana temirni nimaga bu yerga qotirilgan deb, bu taxtani vazifasini, pirqilatgan vazifasini bajaradi, stidi shu edi. Hozir 40li razmerda turbalarni kesib, bu tayyorotlarni kiydirib qo'yganmiz. Juda ham zo'r holatda. Usta akalarimiz beton qo'ysa, bu fanerada juda ham silliq, to'g'risi chiroyli chiqadi betonlar. Bu apalovkamizni bir komplektni akalar 11,5 million so'mga qilib berdik. Jami 18 metr oladi bir komplekt, ikkala tomonni hisoblaganda. Keyin ikkita burchak listlari bor, 208 listdan 250 lik to'sqichi bor. Shunaqa apalovkalar keraklar bo'lsa, fanerali, temirli, ham tayyorotga ham o'qqa ishlaydigan aloqaga chiqarasizlar. Manzil Andijon viloyati Asaka tumani. Ekranga nomerimni qo'yib qo'yaman. O'sha nomerda Telegram, WhatsApp bor. Keyin bu fanerali apalovkalarimizdan ko'p akalarimiz zakaz qilyapti. Bo'yi 1 metrlik bom. Akalar, bu faneramizni uzunligi 244, bo'yi 122 bo'ladi. 1 metrli apalovka chiqmaydi. Agar 1 metrli apalovka qiladigan bo'lsak, где-то 30 santimetrcha 28 santimetr отход chiqadi. Bu отходni biz o'zimiz yopib olsak, bizni to'g'risi qoplamay qoladi. Shuning uchun bu apalovkani bo'yi 1 metrni qilib bera olmaymiz. 80ligini qilib berishimiz mumkin. 80 dan oshgan 50ligini o'zingiz sotib olsangiz, 80lik bilan 50ligini bitta qilib beramiz. Bitta odam zakaz qilsa. Prosta 80 ni o'zini qilib bera olmaymiz. 60 bilan 70 ni qilib beraveramiz bunaqa universal apalovkani. Fanerali.